Tiriklay ko'milgan yigit. Muallif Olimjon Hayit. Birinchi qism. 1972-yil. Buxoro. Vokzalga odam degani sig'masdi. Odamlar har joyga yig'ilib olgancha o'z yaqinlarini armiyaga kuzatish bilan ovora. Ayollar farzandlarini mahkam quchoqlab yig'lagan, otalar, akalar esa aksincha shirakayf, qo'llariga ketma-ket qadah olib askarning sog'lig'i uchun ko'tarishardi. Faqat madalilarning oilasi o'tirgan joydagina baqir-chaqir deyarli eshitilmaydi. Otasi Marayim aka bilan onasi Mehribon opalar yolg'iz o'g'lini o'rtaga olib, goh sochlari olib tashlangan boshini silashadi, goh nasihat qilishadi. Sen chayir yigitsan, tayinladi Marayim aka. Mana, necha yil karatega qatnab chiniqding. U yoqlarga borganingdan keyin eski borganlar ortiqcha gap so'z qilsa, urib netib yurmagin, qamab qo'yishadi-ya. Voy otasi, namuncha halitdan sovuq nafas qilmasangiz, erini koyigan bo'ldi Mehribon opa. Mening madalimim esla hushli yigit, hech qachon urushmaydi. Shu topda karnaydan kimdir baland ovozda chaqiruvchilarni saflanishga chorladi. Atrofning to's to'poloni chiqdi. Ayollarning yig'i-sig'isi kuchaygandan kuchaydi. Aya, sizga bir gap aytsam maylimi? Sekin Mehribon opani bir chetga tortdi madali. Ha bolam, ayta qol, tinchlikmi? Madali maydonga chopib ketayotgan yigitlar tomon bir qarab olgach, sekin onasining qulog'iga shivirladi. Aya, qo'shnimiz Mavludani qo'ldan chiqarib yubormang. Madali chiqib o'tirgan poyezd bir kecha-yu bir kunduz yo'l bosib, nihoyat tog'li bir manzilda to'xtadi. Madali bu yerlar qaysi viloyatga qarashli ekanini bilmasdi. Ofitserlar ham hech nima aytishmayapti. Ha deb so'rayverishga yigitlarning yuragi betlamaydi. Qani saf tort, buyurdi uzun bo'yli leytenant. Rostlan, qadam bos. Chaqiruvchilar soni 300 dan ortiqroq edi. So'qmoq bo'ylab harbiy qism tomon yo'lga tushdi. Hamma hayron. Yo'lda biror odamning qorasi ko'rinmaydi. Xuddi kimsasiz oroldek tevarak jimjit. Qushlarnigina chirqillab uchgani ko'zga tashlanadi xolos. Biz qayerga kelib qoldik o'zi? Madalining orqasida ketib borayotgan malla yigit o'zicha to'ng'illadi. Armiyaga keldikmi yo turmaga tiqishmoqchimi? Unga hech kim javob bermadi. Yigitlarning barchasi charchagan, ortiqcha gapirishga toqatlari yetmasdi. 10 chaqirimcha yo'l yurishgach, devorlari naq 2 metr keladigan imorat ro'parasiga yetishdi. Darvozada soqchilar qurol ushlab turganiga qaraganda, mana shu harbiy qismning o'zi ekaniga hech shubha qolmadi. Dastlabki kunlarda ularni biror mashg'ulot yoxud ishga jalb etishmadi. Kazarmada u yoqdan bu yoqqa yurib vaqt o'tkazishdi. 3-kungina uzun bo'yli, malla soch, rus millatiga mansub kapitan hammani saf tortishga buyurdi. Sizlar maxfiy qismga kelib tushgansiz, e'lon qildi u jiddiy ohangda. Lekin orangizdan 5 kishini tanlab olib boshqa qismga, aniqrog'i Rossiya shimoliga yuborishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hoziroq barchangiz tibbiy ko'rikdan o'tasiz. So'ngra 4 ta sport turi bo'yicha imtihon topshirasiz. Omadi kelgan 5 kishi Rossiyaga yo'l olishi mumkin. Askarlar orasida shivir-shivir boshlanib ketdi. Hammaning yuragini hayajon bosdi. Chunki bir umr dalada yashab kun ko'rgan yigitlarga Rossiyaga borib xizmat qilish juda katta baxtdek tuyulardi. Mana, madali so'nggi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun xonalardan biriga kirdi. Xona o'rtasiga stol qo'yilgan. Stol qarshisida bir ayol va erkak oq xalatlarda o'tirishardi. Qani yechin, buyurdi erkak shifokor madaliga.
Yigit birpas uyalib turgach, yechindi. Ikkala shifokor ham uning atrofini aylanib, belini, oyoqlarini, bilaklarini o'lchagan bo'lishdi. Yurak urishini eshitib ko'rishdi. Barmoqlarini ko'zdan kechirishdi. Tizzalariga charm tayoqcha bilan urib qo'yishdi. Sport bilan qancha vaqt shug'ullangansan? So'radi erkak modeliga havas bilan boqib. 6 yoshdan. Tortinibgina javob qildi modeli. Zo'r yigitcha, sen o'sha 5likka qabul qilinding. Modeli uchun shu gapning o'zi kifoya edi. Quvonchi ichiga sig'may ketdi. Qaniydi, hozir eng yaqin do'sti yonida bo'lsa-yu, quvonchini baham ko'rsa, do'stini ko'tarib gir aylantirib yuborsa. Afsuski, bu yerdagi yigitlarning birortasi bilan yaqindan tanishib ulgurgani yo'q. Hammasi qandaydir sovuqqon, kamgap. Modeli ko'rikdan chiqiboq, leytenant hamrohligida imtihon topshirgani sport zaliga jo'nadi. Oradan 2 kun o'tdi. Erta tongda nonushtadan so'ng xuddi o'sha leytenant kazarmaga kirib e'lon qildi. Rossiyaga jo'naydigan 5 kishi tez narsalarni yig'ishtirib darvoza oldiga saf tortsin. Ko'z ochib yumguncha ularni mashinaga o'tkazib vokzalga olib borishdi. 5 askarning har biri yelkasiga qop ilib olgan. Qoplarga esa yeguliklar joylangandi. Novosibirskka jo'naydigan poyezd ketishga tayyor ekan. Yigitlar, yo'lda sizlarga mana bu starshina hamrohlik qiladi, tayinladi ularga leytenant qorachadan kelgan past bo'yli, mo'ylovli, o'ziga yarashib turgan harbiyga ishora qilib. Uning buyrug'ini bajarishga majbursiz. Mabodo yoshlik qilib starshinaga bo'ysunmaydigan bo'lsangiz, yo'lda tushiradi-yu, komendanturaga topshirib yuboraveradi. Qamalib ketasiz bekorga. Bunga haqqi bor. Gapim tushunarlimi? Xuddi shunday. Baravariga javob qilishdi yigitlar. Qani, unda xayrlashdik. Sizlarga a'lo darajadagi xizmatni tilab qolaman. Joningiz omon bo'lsin. Askarlar bunday gapni, iliq munosabatni leytenantdan kutishmagandi. O'ta jiddiy, sovuqqon, shafqatsiz deb xayol qilishgandi. Yuraklari bo'shab, sal qursa yig'lab yuborayozdilar. Ayniqsa, modeli qattiq ta'sirlanib, leytenantni bir muddat qo'yib yubormay quchoqlab turdi. Issiq o'lka ortda qolib, poyezd Rossiya shimoliga yaqinlashib borardi. Umrida bu qadar go'zal o'rmonlarni, qor qoplagan biyday dalalarni, yarmigacha suv ostida qolgan dala hovlilarni ko'rmagan modeli atrofga derazadan boqib to'ymas. Qani poyezd to'xtasa-yu, pastga tushib mana shu oppoq qor ustiga yumalab olgisi kelardi. Faqat bir narsaga hayron bo'lardi. Yo'lda 4 sherigini ham starshina tushirib qayerlargadir tashlab chiqdi. Ular modeli bilan ko'z urishtirib qolishga ulgurishdi xolos. Mana endi bir o'zi qovog'idan doimo qor yog'iluvchi starshinaning yonida ketib boryapti. Xudo biladi, qay manzilda unga tush degan buyruq beriladi. Buni faqat starshinaning o'zi biladi xolos. Poyezd 1 soatlardan so'ng katta vokzalga kelib to'xtadi. Bir haftadan beri poyezdda yuraverib charchagan modeli starshinaga umidvor tikilib qaradi. Qaniydi shu yerda tushsak? Starshina yigitning nima demoqchi ekanini payqadi shekilli, bosh chayqab qo'ydi. Shoshilma yigit, yana 2 bekat qoldi. Qani tush, yetib keldik. Poyezd to'xtagan joyda hech qanday vokzal ham, odamlar ham ko'rinmasdi. Tevarak, kimsasiz dala. Hamma yoqni qor qoplagan. Havo shu qadar sovuq ediki, esayotgan yoqimsiz izg'irin burunni uzib olgudek bo'lardi. Starshina modelining yelkasiga qoqib qo'ydi. "Ho, ana u yoqdagi binoni ko'ryapsanmi?" so'radi u olisda qorayib ko'zga tashlanayotgan imoratga ishora qilib. Ha, ko'ryapman", dedi modeli boshidagi telpakni yanada bostirib qo'yarkan. "Xuddi shu yerda xizmatni davom ettirasan endi. Faqat hushyor bo'l. Biror xatoga yo'l qo'yib yurmagin. Kimligingni surishtirib o'tirmay qamab yuborishadi." "O'zi qanaqa qism bu?" so'radi modeli.
Buni bilishing shart emas. Borganingdan keyin tushunib olaverasan. Qani ketdik. Bino oldiniga ancha yaqin ko'ringandi. Lekin ular bir soatcha yo'l bosgandan keyingina yetib borishdi. Imorat taxminan 2 gektarcha maydonni egallagan. Devorlari baland, ustiga simlar tashlab qo'yilgan. Har burchakda vishkalar joylashgan. Ularda yelkasiga avtomat ilib olgan askarlar postinga o'ralgancha qotib turishardi. Starshina hamrohligida Madala hovliga qadam qo'ydi. Hovli ham kichkina emas ekan. Har 50 metrda 10-20 chog'li harbiy kiyimdagi askar saf tortib turar. O'zaro nimalarnidir muhokama qilishardi. "Bor, hov anovi yigitlar qatoriga borib tur", buyurdi starshina. "Vaqtida yetib kelibmiz, xayriyat. Hozir shular bilan birga yana tibbiy ko'rikdan o'tasan. Bo'pti, senga omad tilayman. Men ortga qaytishim kerak." Madali starshina bilan sovuqqina xayrlashdi va ko'rsatilgan saf oxiriga borib turdi. Askarlarni oldinma-ketin keng bir zalga olib kirishdi. U yerda kutilganidek qator shifokorlar o'tirishar. Har bir askar ularga yaqin borib savollariga javob berar, so'ngra tibbiy tekshiruvdan o'tardi. Navbat Madaliga ham yetib keldi. "Uyingda divan ostida uxlab ko'rganmisan hech?" Bu savol ham kulgili, ham kutilmagan edi. Avvaliga Madali nima deb javob berishni bilmay hayron bo'ldi. So'ngra tavakkal qildi. "Ha, kichkinaligimda biror ayb ish qilib qo'ysam, ayamdan qo'rqib kravat ostida uxlaganman." "Juda yaxshi. Qani, barmoqlaringni ko'rsat." "O, juda ingichka, ham uzun ekan. Qani, endi nafas olmasdan 3 daqiqa turib berchi." Bu imtihon oldingilaridan ancha og'ir ekan. Madali zo'rg'a 2 daqiqa chidadi. "Mayli", deyishdi shifokorlar uning devday qomatiga, o'tkir ko'zlariga ma'noli boqib. "Sen ko'rikdan o'tding, narigi xonaga kir." Ular ko'rsatgan xonada kiyim tarqatishardi. Bu kiyimlar negadir oddiy askarlarnikidan farq qilar. Yelkalarida pagon ham yo'q. Madali hech narsaga tushunmay kiyimlarni kiydi-da tashqariga chiqdi. "Bu yoqqa yur." Tashqariga chiqqach, ostonada turgan serjant kiyimidagi bir askar buyurdi unga. "Faqat o'zimmi?" so'radi Madali chekka-chekkada to'planib turgan yigitlarga bir qarab olarkan. "Albatta o'zing. Ko'rikdan faqat 10 kishigina o'ta oldi. Qolganlar qismlarga qaytib ketishadi", dedi yo'l-yo'lakay serjant. "Bu yerda o'zi nima ish qilamiz?" qiziqsinib so'radi Madali. "Ish qilmaysan, o'qiysan, ish o'rganasan." "Harbiy ishmi? Senga nima farqi bor? Ertaga hammasini bilib olaverasan. Hozir ortiqcha savollar beravermay, tezroq yur, kechikyapmiz." Serjant uni boshqa binoga olib kirdi. Bino o'rtasida yo'lak bo'lib, 2 tomonida alohida xonalar mavjud edi. Madali serjant ortidan xonalarning biriga kirdi. O'ng tomonda kravat, yonida quticha, bir burchakda kiyim ilinadigan elgich. Boshqa hech narsa yo'q. "Mana shu sening xonang", tushuntirdi serjant. "Bir o'zing yotasan. Qolganlarchi? Ular ham alohida xonada yotishadi. Faqat esingda bo'lsin, boshqa kursdoshlaring bilan suhbatlashish taqiqlanadi. Qisqasi, hech kim bilan gaplashmaysan. Komandirlar ro'para kelib qolsa, salomlashishni unutma. Ortiqcha savollar berib o'tirma, baloga qolib ketasan." "Uyga xat yozish mumkinmi?" "Mumkin. Faqat konvert ustiga uy manzilingni yozgin xolos. Xatingda bu yer haqida umuman so'z bo'lmasin. Har bir xat ochib tekshirib, keyingina aloqa bo'limlariga yuboriladi." Madali baribir hech vaqoga tushunmadi. Shunday bo'lsa-da, xat yozishga ruxsat etganlarga shukr qilib, darhol qopdagi ruchka qog'ozni oldi-da, kravatga o'tirib xat yozishga kirishib ketdi. "Ayajon, otajon", deya boshlagandi sog'inch maktubini Madali. "Men armiyaga kelibgina sizlar va qishlog'imizning qadriga yeta boshladim. Bu yerlar juda sovuq ekan.
lekin ancha ko'nikib qoldim. Aya, faqat mendan xafa bo'lmanglar. Sizlarga bir gapni aytib qo'yishim shart. Komandirlarimning aytishlariga qaraganda, biz turgan yer juda maxfiy joy emish. Shuning uchun sizlarning javob xati yozishlaringiz shart emasmish. Faqat o'zim tez-tez xat yozib, sog'-omonligimni bildirib turarkanman. Mayli-da, 2 yil ham bir pasda o'tadi, ketadi. Nasib etsa, yuz ko'risharmiz o'shanda. Ayajon, agar qarshimda bo'lsangiz, bu gapni yuzingizga ayta olmasdim. Xatda bo'lgani uchun bemalol yozyapman. Mavluda haqida gapirgandim-ku, men uni yaxshi ko'rardim. O'ziga ham xat yozib aytganman, ammo u javobini yozmadi. Uyalgan bo'lsa kerak. Agar sizga malol kelmasa, onasi bilan gaplashib qo'ysangiz, iltimos, bu gapimni otamga aytmang, noqulay. Xo'p, xayr, baxtimga omon bo'linglar. Sizni sog'inib qoluvchi o'g'lingiz Madala. Shu kecha Madala tushida ota-onasini ko'rdi. O'sha keng bedazor emish u, ota va onasi dalaning o'rtasida turishganmish. Madala qopini yelkasiga osganicha ular tomon yaqinlashib borar. Ota-ona esa Madalaga nuqul ket ishorasini qilib qochaverarmish. Madala erta tongda serjantning qichqirig'idan uyg'onib ketdi. Qani vizvod, kiyinib yo'lakda saf tort. U uyqudan yuragi g'ash tortib uyg'onganiga qaramay, egniga kursantlar uchun berilgan yangi pagonsiz kiyimlarni tez-tez ildi-da yo'lakka chopdi. Kursantlar markaziy maydonga chiqib saf tortishdi. Atigi 10 kishi, u yerda yoshi 40lardan oshgan fuqaro kiyimidagi erkak kutib turardi. Serjant qaddini g'oz tutib erkakka hisob berdi. O'rtoq polkovnik, 10 kishidan iborat kursantlar guruhi dastlabki mashg'ulotlar uchun tayyor. Juda yaxshi, dedi polkovnik. Aziz kursantlar, shu ulug' dargohga xush kelibsizlar. Bugundan e'tiboran 1 yil davomida tajribali ustozlardan kasb sirlarini o'rganasizlar. Bilaman, kursni o'tash sizlarga oson kechmaydi. Shu sababli biz saralab 300 askar orasidan faqat sizlarni tanladik. Lekin bu hammangiz bizning kasb egasi bo'lib qolasiz degani emas. Yil so'ngida shaxsan o'zim sizlardan imtihon olaman. O'tolmaganingiz bilan xayrlashishga majbur bo'laman. Imtihonni a'loga topshirganlar esa ilk topshiriqni bajarishga kirishadi. Gaplarim tushunarlimi? Xuddi shunday, javob qilishdi kursantlar baravariga. Unda eshiting, mana bu serjant sizlarning vizvod komandiringiz hisoblanadi. Uning buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan kursant ayovsiz jazolanadi. Esingizda bo'lsin, bizning jazolarimiz turmadagidan 10 chandon qattiq. Hozir esa dastlabki mashg'ulot sifatida 10 chaqirimga yugurasiz. Ana shuning yordamida jismoniy jihatlaringizni sinab olasiz. Unutmang, 10 chaqirimlik yugurish har kuni uyqudan turishingiz bilan albatta bajarilishi shart. Qani botirlar, yo'lga. Serjant kursantlarni darvoza tarafga yo'lladi va kimsasiz kenglikka chiqishlari hamono yugurishga buyruq berdi. Kursantlarning barchasi vatanda sport bilan qattiq shug'ullanganligi sababli 10 chaqirimga yugurish hech kimga qiyin tuyulmadi. Kazarmaga qaytib yuz-ko'zlarini yuvishgach, saf tortib kurs oshxonasiga yo'l oldilar. Ovqatlar oddiy askarlarnikiga o'xshamasdi. Birinchi, ikkinchi ovqatlar go'shtga liq to'la. Hammalar ishtaha bilan tanovvul qilib, yana saf tortgancha tashqariga chiqishdi. Hozir ikkinchi mashg'ulotlar boshlanadi, e'lon qildi serjant, kursantlarning kamarini bir-bir ko'zdan kechirib chiqargan. Ichkariga kirib cho'milish uchun mo'ljallangan maxsus kiyimlarni qabul qilib olasiz. Qani, omborga marsh. Kiyimlar olingach, 1 chaqirimcha olisda joylashgan ko'lga yetib borishdi. U yerda kichik bir nechta ko'l bo'lib, atrofi baland sim devorlar bilan o'ralgan edi. Kiraverishda ozg'indan kelgan, yuzlari zahil, ko'zlari xuddi maymunnikiga o'xshab ketadigan bir rus yigiti kursantlarni bir ko'zdan kechirdi. "Sen anavi ko'lga tushasan",
dedi u Madaliga sovuqqonlik bilan. Madali yigit kuzatuvi ostida xotirjam ichkariga qadam qo'ydi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ko'l ichi g'ij-g'ij ilon edi. Katta kichik ilonni ko'rib, eti junjikib ketdi va savol nazari bilan yigitga qaradi. Hozir sen shu ko'lga tushib, 30 daqiqa davomida cho'milasan, tushuntirdi yigit. Agar ilonlardan yengilsang, ya'ni qo'rqib suvdan chiqib ketsang, demak, sinovdan o'tolmadim deb hisoblayver. Lekin bilib qo'y, toki ularni yengishga o'rganmaguningcha har kuni shu mashg'ulot takrorlanaveradi. Xo'sh, tushuntira oldimmi? Ha, dedi Madali lablarini asabiy tishlab. Unda boshla. Madali kiyimlarini almashtirib istar-istamas suvga tushdi. Ilonlar shu qadar ko'p ediki, u yoqdan bu yoqqa bemalol suzib borishga qo'yishmas. Nuqul bilaklariga, oyoqlariga o'ralashaverardi. Madali yarim soat davomida bir amallab ilonlarga chap berishga erishdi va nihoyat suvdan chiqdi. Shu payt negadir tepada kuzatib turgan yigit kulib yubordi. Nega kulyapsiz? Beixtiyor jahli chiqib so'radi Madali. 30 daqiqa suza oldim-ku. To'g'ri, suza olding, malades, ammo bu ilonlar haqiqiy ilonlar emasdi. Sen payqamading. Mashg'ulot boshlash uchun maxsus tayyorlangan o'yinchoq ilonlar. Haqiqiylari anavi kattaroq ko'lda suzib yuribdi. Endigi ishing o'sha ko'lga tushib, ilonlar bilan olishish. Endi ulardan qochib yurishing emas, aksincha o'ldirishing talab etiladi. Ilonlarga badaningni chaqtirmay, qancha ko'pini o'ldirsang, bahoying shuncha ko'tariladi. Qani, boshla. Madali yarim soat to'xtamay suzaverib ancha holdan toygandi. Ammo buni mana bu soxta sovuqqa uqtirib bo'lmaydi. U oyoqlarini sudraganicha o'sha ko'l tomon yurdi. Haqiqatdan bu ko'ldagi ilonlarning tezligi ham, harakatlari ham narigilardan farq qilardi. Biroq yana yarim soatga zo'rg'a chidadi. U yuqoriga chiqqach, qayerdandir g'avvoslar kiyimini kiyib olgan yigit paydo bo'ldi-da, suvga tushib o'lgan ilonlarni sanab chiqdi. Madali 20 ta ilon o'ldiribdi. Bu kuzatuvchining aytishicha eng yuqori ko'rsatkich ekan. Kechga borib, charchab, holdan toygan kursantlar o'z kazarmalariga qaytishdi. Kechki ovqat tanovul qilingach, xona-xonalariga kirib, dam olishga ruxsat etildi. Madaliga alam qiladigani hech kim bilan gaplashishga ruxsat yo'qligi edi. Aytishlariga qaraganda, yo'lakda ham, xonalarga ham yashirin kameralar o'rnatilgan. Kursantning har bir harakati kuzatib turilarkan. Shu sababli hech qaysi kursant o'zaro suhbatga kirishmas, faqat sukut saqlardi. Men o'zi qayerlarga kelib qoldim, o'ylardi Madali kravatda yotgancha shiftga tikilib. Armiyani kattalar boshqacha ta'riflashardi, bu yerda butkul boshqacha-ku. Yoki maxfiy qurollardan otadigan mutaxassis bo'larmikanmiz? Axir unaqa qurollarni har kimga ham ishonib topshirishmaydi-ku. Shuning uchun astoydil tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa kerak. Uydan xat kelmasligi yomon ekanda, odam zerikadi. Agar bir yilgacha shu taxlit hayot kechiradigan bo'lsam, o'lib qolsam kerak. Charchoq baland keldi. Madali 10-15 daqiqa o'y surib yotib, uxlab qoldi. Ertasi kuni hammalarini hovlining orqa tarafidagi boshqa bino ichiga olib kirishdi. Bu joy ham juda katta ekan. Yo'laklarning oxiri ko'rinmaydi. Serjant ularni auditoriyaga boshlab partalarga o'tkazdi. Auditoriyaning maktablardagi sinfxonalardan farqi deyarli yo'q edi. Yozuv taxtasi, o'rtada muallim uchun ajratilgan stul. Bugungi muallim yoshi 60larga borib qolgan, kalbosh, istarali bir erkak ekan. Salom alikdan so'ng maqsadini ma'lum qildi. Men sizlarga bugundan boshlab cho'ntakkesarlik fanidan dars beraman. Kursantlar gur etib kulib yuborishdi. Ha, hozir kulyapsan hammang. Muallim jahli chiqib qo'lidagi tayoqchani stolga urdi.
Ammo mashg'ulotlar davomida kulishga vaqting qolmaydi. Bu kasb senlarning kelgusi xizmatingda asqotadi, ahmoqlar. Agar cho'ntakkesarlikni professional darajada egallab olmaydigan bo'lsang, 100% kafolat berib aytamanki, xizmat paytida itday o'lib ketasan. Shunday ekan, tilingni tiyib menga quloq sol. O'zi bizning xizmatimiz nimadan iborat bo'ladi? Orqaroqda o'tirgan kursantlardan biri muallimning ochiq ko'ngil ekanini payqab savol tashladi. Buning senga ahamiyati yo'q. Xizmatni boshlaganingda bilib olaverasan. Hozircha darslarni qoyillat. Muallim 1 soat davomida cho'ntakkesarlikning sirlari haqida gapirdi. Ikkinchi soat esa amaliy mashg'ulotlardan iborat edi. Qani oldimga kel, buyurdi u oldingi partada o'tirgan Madalini qoshiga chorlab. Qo'rqma, chiqaver. Madali sekin muallimning qarshisiga keldi. Qani, barmoqlaringni ko'rsatchi. Obbo, yo'g'onligini qara. Sen hali mana shu beo'xshov barmoqlaring bilan o'g'irlik qilmoqchimisan? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Haqiqiy cho'ntakkesarning barmoqlari qizlarnikidan ham ingichkaroq, nozikroq, uzunroq bo'lishi lozim. O'shanda birovning cho'ntagini bemalol tiklay olasan. Keyingi darsdan boshlab barmoqlarni ingichkalashtirish bilan shug'ullanmasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Kursantlarga bu dars juda yoqib tushdi. Ayniqsa, Madali bolaligida o'g'irlar haqidagi turli afsonaviy hikoyalarni ko'p eshitgan. O'zi ham o'shalarga o'xshab usta o'g'ri bo'lishni xayol qilib ko'rgandi. Oradan 6 oy vaqt o'tdi. Kursantlarning har bir kuni tobora qiziqarliroq, shu bilan birga og'irroq kechardi. Ular goh bir-birlarining cho'ntaklarini shilish, goh muallimlar o'rgatganidek odamning og'riq nuqtalariga zarba berishni o'rganishardi. Madali ham kurs hayotiga ko'nikdi. Har kuni darslardan keyingi sukut saqlashlar, derazadan tashqariga termulgancha xayol surishlar, zerikib ketgan vaqtlarida uyga maktub o'tishlar bora-bora odatga aylandi. Mana, bugun hovlida yoz. Bu yerlarda ham har qalay quyosh bor ekan. Buxorochalik qizdirmasa-da, kun ancha issiq kechdi. Ayniqsa ertalabki 10 chaqirimga yugurish chog'ida ba'zi kursantlar issiq tufaylimi halloslab qolishdi. Kim bilsin, Madali kabi ular ham serquyosh o'lkada o'sib ulg'ayishgan, ammo har kimning mijozi bo'lak bo'lsa kerak-da. Madali bu kecha Mavludaga ilk bor shu yerdan turib maktub yozishga qaror qildi. Mavludaxon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Imtihonlarni eson-omon topshirib olgandirsiz. Mendan so'rasangiz juda yaxshi yuribman. Bizni harbiy kursda o'qitishyapti, lekin kim bo'lib yetishimizni hali ham aytishgani yo'q. Juda og'ir mashqlarni bajartirishyapti. Men ko'nikib ketganman. Qiyinchilik yo'q. Mavludaxon, iltimos qilaman, meni kuting. 2 yil bir pasda o'tib ketadi. Bilaman. Dadangiz ham bizning munosabatimizdan xabardor. Xabardor bo'lmasa, meni har ko'rganida boshini qashib qo'ymagan bo'lardi. Hazil. Mayli, hozircha xayrlashaylik, faqat javobini yozib yurmang. Bizning kursga xat kelishiga ruxsat etishmaydi. Sizni sog'inib qoluvchi Madali. Ertasi kuni ertalab jismoniy mashqlarni bajarib, nonushtadan qaytishgach, barcha kursantlarni majlislar zalini eslatuvchi katta xonaga yig'ishdi. Vзвод komandiri negadir hammani joy-joylariga o'tkazgach, xonadan chiqib ketdi. U chiqib ketishi bilan ichkariga birinchi kunlari maydonga to'plab kurs bilan tanishtirgan polkovnik kirib keldi. Aziz kursantlar, dedi u o'ychan ohangda. Mana, bugun sizlarga bor haqiqatni aytish fursati yetdi. Chunki oldingizda yarim yillik yakunlari bo'yicha imtihon topshirish vazifasi turibdi. Xo'sh, tayyormisizlar? Xuddi shunday, barabariga javob qilishdi kursantlar. U holda eshiting. Sizlar 6 oy davomida o'qib o'rgangan kurs josuslik maktabi hisoblanadi. Josus so'zining ma'nosini tushungan bo'lsangiz kerak.
Kelgusida sizlar tobora tomir otib borayotgan xavfli jinoyatchilikka barham berishdek buyuk ishda ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun hozircha o'qish va o'rganish zarur. Bu boshlanishi xolos. Haqiqiy professional josus bo'lib yetishish uchun hali qancha qiyinchiliklar, sinovlar turibdi. Mayli, gapni qisqaroq qilaylik. Xullas, imtihon sharti shunday. Bugun kechasi hammangizni samolyotga o'tkazib, o'zingizga mutlaqo notanish, kimsasiz manzillarga tashlab kelishadi. Yoningizda ovqat ham, pul ham, hujjat ham bo'lmaydi. Egningizdagi manavi harbiylar libosi ham fuqaro kiyimiga almashtirib qo'yiladi. 2 oy davomida siz o'zgalarga o'zingizni tanitmasdan, kimligingizni bildirmasdan yashay olishingiz kerak. Hujjatni ham, ovqatni ham, pulni ham o'zingiz uchun o'zingiz topasiz. Ogohlantirib qo'yay, mabodo militsioner yoki shunga o'xshash huquqni muhofaza qilish tashkilotlari qo'liga tushib qolsangiz, kimligingizni, aniqrog'i haqiqiy ism-sharifingizni, qanday kursda o'qishingizni bildirib qo'ysangiz yoki bo'lmasa, osongina qo'lga tushib ishni buzsangiz, imtihondan o'ta olmagan hisoblanasiz. Bunga qo'shimcha qilgan jinoyatingiz uchun jazolanasiz. Sababi bizning ishda bu narsa xoinlik bilan barobar. Xullas, haqiqiy josuslarga xos yashash uchun kurash sinovining ilk bosqichini boshingizdan kechirasiz. Gaplarim tushunarlimi? Xuddi shunday. Aytgancha, sizlar 10 kishisiz, ammo imtihon baholari 2 oydan so'ng e'lon qilinganida bu qadar ozchilik ekanligingizga qarab o'tirilmaydi. Bizga son emas, sifat kerak. Qani, shunqorlar olg'a. Kursantlar gaplashish mumkin emasligini bilishgani uchun ham bitta-bittadan tashqariga yo'l olishdi. Kech tushdi. Soat 10larga yaqin Madaliga tashqariga chiqishni buyurishdi. Aylana atrofi brezent bilan o'ralgan. Ural negadir uning bir o'zini olib yo'lga tushdi. Afsuski, ortiqcha savollar berish taqiqlangan. Qor tingan bo'lsa-da, kuchli sovuqdan etlari junjikib borayotgan Madali egnidagi yupqa gimnastorka tugmalarini qadaganicha indamay borardi. 1 soatcha yo'l yurishgach, mashina to'xtadi. Qani shovvoz, tusha qol. Brezentni ko'tarib, Madaliga qichqirdi leytenant. Yetib keldik. Madali shunda bildiki, kabinaga o'zini tashqarigacha kuzatib chiqqan leytenant ham chiqib o'tirgan ekan. Qolganlar qani? Nihoyat yurak yutib so'rashga jazm etdi u. Qolganlar boshqa tomonlarga jo'nab ketishdi. Sening manziling bo'lak. Madalini kichik harbiy aeroportga olib kelishgandi. Ular boshini sovuq shamoldan to'sgan ko'yi uchishga shay turgan vertolyot qarshisiga borishdi. Esingda bo'lsin, o'qtirdi leytenant. Sinov muddati 2 oy. Shu orada aytilgan barcha topshiriqlarni bajarishing va manavi qog'ozda ko'rsatilgan muddatda kursimizni topib borishing lozim bo'ladi. Xo'sh, gaplarim tushunarlimi? Tushunarli. Unda olg'a. Madali shosha-pisha xayrlashdi-da, vertolyotga chiqdi. Mana shu yerga seni tashlab ketamiz. 2 soatlik uchishlardan so'ng vertolyot qandaydir ochiq maydonga kelib qo'ngandi. Uchuvchilardan biri Madalini tashqariga olib chiqib, atrof bilan tanishtirgan bo'ldi. "Xo'p, anavi o'rmonni ko'ryapsanmi?" "Ko'ryapman. O'sha o'rmon orqali ko'zlagan joyingga yetib olishing mumkin. Faqat ehtiyot bo'l. Bu yerlarda odam zoti yashamaydi. Chor atrofda bo'rilar izg'ib yuradi." "Bir amallarman." Sir boy bermay qo'l siltadi Madali. "Yosh bola emasman." "Xo'p, omadingni bersin, kursant." Madali vertolyot osmonga ko'tarilguncha bir joyda turib qoldi. So'ngra tavakkal qilib o'rmon ichkarisiga yo'l oldi. Qishloqda o'sib katta bo'lgan yigit uchun albatta bunday keng, qalin o'rmonlarni ko'rish qiziqarli kechdi. Ammo shu topda o'rmon, go'zallik haqida o'ylashga vaqt yo'q.
Sovuq tobora kuchayib bormoqda. Ana, qor ham uchqunlay boshladi. Avvaliga panaroq joy topib, isinmasa bu sovuqda qotib o'lish hech gap emas. Madali shoxlarga urila ketib borar. Xayolida faqat bir o'y: qanday bo'lmasin, g'ormi yoki shunga o'xshash pana, issiq makon topib tunash. Qaysidir qayinga yetib, shox-shabbalar ustiga oyoq qo'yib, nafas rostlash uchun to'xtaganda oyog'i toyib ketdi va chuqurga quladi. Bu qandaydir soniyalar ichida shu qadar tez sodir bo'ldiki, nima ekanini fahmlashga ulgurmay qoldi. Yaxshiki, tushgan yeri qattiq emasdi. Nimaningdir ustiga yiqildi. Hech qayeri lat yemadi. Ustiga o'pirilib tushgan qorni tozalab, ko'r-ko'rona o'zi o'tirgan narsani paypaslab ko'rdi. Nima bu? Yigitjon holatda o'rnidan turib o'zini chetga oldi. Chuqurning kengligi 2 metrcha kelar. Tik turganda bosh ko'rinmay qolardi. Madala hamon ishonqiramay bir muddat titrab qaqshab, chuqurda uzala tushib yotgan murdaga tikilib turdi. Nahotki qabriston bo'lsa bu yer, o'ylardi u. Endi nima qilaman? Yo'q, men qo'rqmasligim kerak. Kursini esga olishim zarur. U yerda necha martalab o'likxonalarga bordim. O'liklarni mana shu qo'llarim bilan ushlab ko'rdim. Necha kunlab ularning orasida yashashga majbur qilishdi. Nega birdan qo'rqib ketdim? Axir, men josusman. Madali o'zini qo'lga olib ohista engashdi-da, murdani yana bir karra qo'llari bilan tekshirib ko'rgan bo'ldi. Erkak kishi ekan. Ko'rinishidan 2-3 kun oldin ko'milgan. Qiziq, nega bu o'rmonga ko'mishdi ekan? Ha, to'xta. U paypaslay murdaning cho'ntaklaridan hamyon topdi. Ichida bir dasta pul ham bor ekan. Qorong'ilikda qanday pul ekanini aniqlay olmadi. Nima farqi bor? Dedi u o'ziga o'zi. Omadim kelib qoldi. Bu pul bilan endi ochdan o'lmayman. Endi bemalol mana shu yerda uxlab, tong otganda yo'lga tushaman. Madali ko'ngli biroz taskin topgandek, sekin murdaning yoniga yonboshlab ko'zlarini yumdi. Alyosha, qara, chuqurda kimdir yotibdi. Madali yuqorida kimlarningdir shivir-shiviri qulog'iga chalingandek sekin ko'zlarini ochdi. Tong allaqachon yorishib bo'lgan. Tepasida bir ayol va erkak hayrat aralash unga tikilib turardi. Sira o'zini yo'qotmadi. Sovuq jonidan o'tib ketganiga qaramay, ikki qo'lini qo'ltiqlari orasiga tiqqan ko'yi inqillab o'rnidan qo'zg'aldi. "Iye, tirik ekan." Ayol bir qadam ortga chekinib, yonidagi erkakka Madalini ko'rsatdi. "Kim bu? So'rangchi. Ayt, tez yuqori chiqsin." "Hoy yigit, qani yuqori chiq," buyurdi erkak. "Nega qarab turibsan? Chiq." Adashmasam, bular mening xaloskorim shekilli, xayolidan o'tkazdi Madali. Xayriyat, shahar qidirib sarson bo'lmaydiganga o'xshab qoldim, lekin bularga nima deyman? Kimligimni so'rab qolishsa-chi? Egnimdagi kiyimimdan hidlanib qolishlari mumkin. Yo'q, behuda 6 oy o'qimadim-ku. Nahotki arzirli bahona o'ylab topolmasam? Madali shoshilmasdan erkak ko'magida yuqoriga ko'tarildi. Ayol uning sovuqdan qizarib ketgan yuzlari, burnini ko'rib yanada ortga chekindi. "Kimsan?" so'roqqa tuta boshladi erkak. "Bu yerga qayerdan kelib qolding? Gapir." "Menmi?" Madali titradi. Shunday bo'lsa-da, iloji boricha o'zini tutib olishga urinardi. "Men musofirman, adashib qoldim. Hech kimim yo'q." "Chuqurni qanday topding?" "Topganim yo'q, o'rmonda ketayotgandim, dabdurustdan tushib ketdim." "Cho'ntagini kavla, cho'ntagini," buyurdi ayol. "Pullarni olgan bo'lmasin tag'in." "To'g'ri aytasan." Erkak qarshisidagi baland bo'yli bu yigitga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashib, cho'ntaklariga qo'l soldi.
Madala qarshilik bildirib o'tirmadi. U bilardi. Eng asosiysi boshpana topsa bas. Qolganini asta-sekinlik bilan uddalay oladi. Ha! Erkak Madalaning cho'ntagidagi hamyonni oldida yugurganicha ayolning yoniga bordi. Shu olgan ekan, qara, pullarni shu olgan ekan. Hoy bola, bizga yaqin kelma. Ayol to'satdan po'stini orasidagi to'pponchani chiqarib Madalaga o'qtaldi. Yaqin kelsang otaman. Menga bu pullarning keragi yo'q, dedi Madala o'zini jilmayishga majbur etib. Yaxshisi, meni shaharga olib borib qo'yinglar, sizlarga albatta yordamim tegadi. Shaharga? Bekorlarni aytibsan. Hamon to'pponchani unga o'qtalganicha javob qildi ayol. Mana bu murdani ko'rgansan, sotmoqchimisan bizni, a? Chuchvarani xom sanabsan. Nega sotarkanman? Dedi Madala. Juda ochiqqanman, sovuqdan o'lib qolishim mumkin, tushunyapsizlarmi? Ishoning, bu haqda hech kimga hech qachon og'iz ochmayman. Shaharga olib borsalaring bas. Qasam ich. Erkak ohista Madalaga yaqin kelib, ko'zlariga boqdi. Qasam ich dedim. Qasam ichaman. Erkak sherigiga yuzlandi. Xo'sh, nima qilamiz? Mayli, uyga olib boraylik. Qasam ichdi-ku, qolaversa pullar qo'limizda. Faqat chuqurni qaytadan bekitib tashlash kerak. Albatta, qani yigit, ikkalamiz avval chuqurni berkitaylik, undan keyin bemalol uyga jo'nayveramiz. Madala quvonib ketdi. Azbaroyi xursandligidan sovqatgani ham yodidan chiqib, qor bosgan daraxtlardagi shoxlardan sindira-sindira chuqur ustiga tashlay boshladi. Ayol esa baribir qo'rqar, shu sababli to'pponchasini u tarafga taqaganicha himoyalanish bilan ovora edi. Madalani hayron qoldirgani ayol va erkakning piyoda yo'lga tushganligi bo'ldi. Nahotki shahar bu yerga yaqin bo'lsa, o'ylardi, o'rtada ketib borarkan. Aks holda bular piyoda yurmagan bo'lishardi. Haqiqatdan, yarim soatcha yurishgach, ko'p qavatli uylar ko'zga tashlana boshladi. Madala bilmasdi. Oldinda uni nima kutyapti? Bular kim? Nega chuqurni qidirib borishdi? Erkakni ular o'ldirishmaganmikan? Ha, aniq. Ko'nglidan o'tkazdi u. Shular o'ldirgan, yo'qsa pul qidirib bormagan bo'lishardi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Bular ertami kechmi qo'lga tushishadi. U holda meni ham sherik sifatida orqalaridan tortib ketishlari tayin. Yo'q, men bularning qo'lidan qanday bo'lmasin xalos bo'lishim lozim. Afsuski, hozir buning imkoni yo'q edi. Ayol Madalaning biqiniga to'pponchasini mahkam tirab kelardi. Ular birinchi uyga yaqin kelishgach, oldinda borayotgan erkak u yoq bu yoqni o'g'rincha ko'zdan kechirgan bo'ldi-da, chapdagi podyezdga kirdi. Qani, mana bu kursiga o'tir. Xonalari bo'm-bo'sh. Polida yuvuqsiz idish-tovoqlar, qandaydir kir chirlatdi. Ichkilikdan bo'shagan shishalar o'ylab yotgan kvartiraga kirishgach, ayol to'pponchani Madalaning orqa miyasiga tirab buyurdi. Madala itoat bilan og'ir kursiga cho'kdi. Bu orada erkak qayerdandir yo'g'on arqon olib, uning qo'l-oyoqlarini kursiga qo'shib bog'lab tashladi. Mendan nima istaysizlar o'zi? Norozi ohangda so'radi Madala. Qasam ichdim-ku, qo'yib yuboringlar, meni sotmayman. Ovozingni o'chir, shang'illadi ayol. Sendaqalarga ishonib bo'larmidi? Matvey, hamyonni ber. To'xta, namuncha shoshilasan, Marusiya, xiringladi Matvey. Avval bu ishni yuvaylik. Ber dedim. Marusiya kutilmaganda deraza tokchasiga qo'ygan to'pponchasini qo'liga olib, Matveyning peshonasiga tiradi. O'sha yaramas kabi itday o'lib ketasan. Men bilan o'ynashmagin, ber dedim. Matvey istar-istamas cho'ntagidagi katmonini chiqarib, Marusiyaga tutqazdi. Bu boshqa gap, dedi ayol katmondagi 50 talik qog'oz pullarini chamalab ko'rarkan. Endi to'rt tomoning qibla, bor, ketaver, bo'shsan.
Nima? Matvey rangi oqarinqirab orqaga tislandi. Axir, ishni birgalikda qildik. Qanaqasiga? Qilgan bo'lsak nima bo'pti? Esingda bo'lsin. Mabodo hunar ko'rsatadigan bo'lsang, shu zahoti milisalarning qo'lida bo'lasan. Nega? Baqirib yubordi Matvey. Bu qanaqasi? Erkakni sen otib o'ldirding, chuqurni sen qaziding. Senchi? Sen ham ishtirok etgansan. Murdani bir oyog'idan ushlab chuqurga tushirishga yordamlashgansan. Umuman, hazilni qo'yaylik, Marusya, ish bitdi. Endi pullarni o'rtasidan bo'laylik-da, yaxshilikcha xayrlashaylik. Hech qachon, pullar meniki. Shundoq ham bor budimni ichib bitirding. Qarzlaring-chi, qarzlaring. Shishalarni qara, 10 tadan ortiq. Bularning pulini kim to'laydi? Shunaqami? Erkak lablarini tishlab qo'lini bigiz qildi. Yaxshi, lekin bilib qo'y, hali sen bilan alohida gaplashamiz. Men bu ishni shunday qoldirmayman. Bor. Marusa tashqari eshikka ishora qildi. Cho'ntagingda men bergan 100 so'm pul turibdi. Indamagin-u, kayfingni qilib yuraver, bor. Matvey so'kina kvartiradan otilib chiqib ketdi. Har qalay, qiyinchiliklar ortda qolib, Madalining sovuqdan muzlab qolgan qo'l-oyoqlariga jon kirdi. Issiq eltib, boylab tashlangan bo'lishiga qaramay, pinakka ketdi. Tush ko'ribdi. Onasi, otasi va ularning ortidan Mavluda ketib borar. Madali esa negadir tutlar panasiga berkinib olgancha ularni kuzatish bilan band edi. Shu payt Mavluda yonboshiga o'girildi-yu, uni ko'rib qoldi. Hoy, menga qarang, dermish teskari o'girilib olgan Madaliga yaqin kelib. Qarasangizchi? Madali kimningdir turtkisidan uyg'onib ketdi. Tepasida Marusa kulimsiragancha turar. Egnida yupqa, kirlangan xalat, oppoq siynalari ochiq edi. Umrda ayol siynasini bu qadar yaqindan ko'rmagan Madali shoshib ko'zlarini qaytadan yumib oldi. Ko'zingni och, dedi kulib Marusa. Uyalib ketdingmi? Qani, ocha qol endi. Madali ko'zlarini ochishga ochdi-yu, ammo boshini egib oldi. Qorning ham ochib ketgandir, so'radi ayol. Kechadan beri tuz totganim yo'q, dedi Madali hamon boshini ko'tarmay. O'zing kimsan-a? Shimolda nima qilib yuribsan? Ana endi yolg'on to'qishning mavridi kelgandi. Agar hozir u qarshisidagi bu ayolni ishontira olsa, imtihondan o'tish uchun yana bir qadam oldinga yura olgan hisoblanadi. Asosiysi qovun tushirib qo'ymasa bas. Mening hech kimim yo'q, dedi Madali mag'zunlik bilan. Ota-onam o'lib ketishgan. Qishlog'imizda ish topolmagach, shu yoqlarga tavakkal jo'navordim. Adashib qoldim. Aldamayapsanmi ish qilib? Qasam ichaymi? Yo'q, jonidan qasam ichishing keragi yo'q. Menga qara, agar hozir seni arqondan bo'shatsam, savalab qolmaysanmi meni? Madali kulib qo'ydi. Opajon, qo'lingizda to'pponcha bor-ku, qanday savalay olaman sizni? Haya, esim qursin. Unda bunday qilamiz. Men hozir seni arqondan bo'shataman. To yaxshi odam ekaningga ishonch hosil qilmagunimcha to'pponchani boshingga tirab turaman. Xavotir olmang, dedi Madali. Men siz o'ylaganchalik yomon odam emasman. Qornimni to'ydirib qo'ysangiz bas, tirikchilik uchun shaharga chiqib ketaman. Bo'pti, kelishdik. Marusa aytganini qilib, Madalini arqondan bo'shatdi, lekin bir qo'liga to'pponcha ushlab olishni ham unutmadi. Shundan so'ng ikkovlashib qaynoqqina karam sho'rva ichishdi. Madali bunchalar mazali ovqatni yaqin orada tatib ko'rmagandi. Qorni to'ymagan bo'lsa-da, ikkinchi kosani so'rashga iymandi. Xo'sh, qayerga bormoqchisan? So'radi ovqatlanib bo'lishgach Marusa. Bilmadim, pul ishlab topishim kerak. Undachi,
Bir chaqirimcha narida baza bor. Poyezdlar olis-olislardan yuk olib kelishadi. O'sha yerga borsang, yuk tushirib bemalol pul ishlashing mumkin. Aslida Madala nima qilishni o'zi yaxshi bilardi. U to'pponchasini qo'lidan qo'ymayotgan bu yarim yalang'och ayoldan boyagi katmon to'la pullarni tortib ololmaydi. Qurolni-ku bir amallab qo'lidan yulib olishi mumkin, biroq nima bo'lganda ham ayol baqir-chaqir qilsa, qo'shnilar yugurib chiqishadi. Reja amalga oshmay qoladi. Yaxshisi avtobus yurib cho'ntak kesadi. Mo'ljalidagi pulni topgach, ana undan so'ng pasportning harakatini qilsa ham bo'laveradi. Bo'pti, o'sha siz aytgan joyga boraman, dedi Madali sekin o'rnidan qo'zg'alib. Keyinchi, kechqurun yotar joying yo'q-ku? Ha, yo'q. Pul topsang, tortinmasdan shu yerga kelaver. Ikkalamiz uchun ham joy topiladi. Xo'p, o'ylab ko'raman. Yo'q, anig'ini ayt. Kelaman. U holda, to'xta, egningdagi kiyimlaringni yech, kirlanib ketibdi. Men senga boshqa kiyim beraman. Marusa ko'z ochib yumguncha Madala uchun shim va eskiribroq qolgan kostyum olib chiqib berdi. Sovuq yeb qolmaysanmi? So'radi u yigitning keng yelkalariga havas bilan boqib. Yo'q, o'rganib ketganman. Qolaversa, qalin kiyimda ishlash noqulay. Oting nima? Bu kutilmagan savol edi. Kursda tayinlashgan. Haqiqiy ismingdan odamlar orasida paydo bo'lganning hamono voz kech, deya buyurilgan. Madali shoshib qoldi. Axir nima deb aytadi ismini? Ruscha ism aytsa ishonmaydi. Botir, deya oldi zo'rg'a. Bu qaysi millatning ismi? O'zbekcha. Iye, sen o'zbekmisan? Albatta. Oh, Marusa xo'rsinib qo'ydi. Bir vaqtlar men bir o'zbek yigitini sevib qolgandim. Keyin biz janjallashib qoldik-ku, u meni tashlab ketdi. O'sha uni ko'rmadim. Madali indamadi. Aniqrog'i, e'tibor bermadi. Xayolida faqat bir narsa: avtobuslarda kezib, hech kimga sezdirmagan holda ilk bor pul o'g'irlash. O'ziga qolsa-ku, bu ishdan hazar qiladi, lekin na iloj. Imtihondan o'ta olmay qolsa, sharmanda bo'ladi. Shuncha chekkan azoblari, harakatlari bir pul bo'ladi. Marusa bilan samimiy xayrlashib, tavakkal yo'lga otlandi. Birinchi qism tugadi.